Ko'p qismliq razvedka asiri sirliq qotil. U bir tush ko'rdi. Tushida u qop-qorong'u oy tug'mas kechida yezi yo'llaridan o'dirib ketib boradi. Nemishqikin bir ayolning echinishli yig'i ovozi uning tallarini jo'g'ildatmoqda edi. Asad orqasiga qarashga petinolmadi. Chunki bir oyoq tevishining shapsi uning orqasidan anglanib turadi. Asad oxir taqat qilmay orqasiga qaradi. Uning orqasida shundoq chiroyli bir ayol turadi. Uning ko'zlaridan yosh emas, qon eqib turadi. Asad vaqirg'incha uyg'onib ketdi. Voyjon! Tushibganda Asad peshonsidagi tarlarni etqish soatiga qaradi. Soatmi saharga yaqinlab qolgan bo'lib, atrof to'limi jimjit edi. Koridor tarafdan birsining shipildab mangan ovozi Asadning ishxonasi tarafga yaqinlab kelmoqda. buncha kechada kimdi? Idordagilar emas. Asad oyoq devishiga zan sag'ash tatmisidan tapanchisini oldida asta ishkiniga kelib, yoniga o'tib jimmada turib oldi. Oyoq tevishi bo'lgan siri uning ishxonasining oldiga yaqinlab keldi. U oyoq tevishimi odamni ansizlikka sog'idek to'limi asta ham qo'pol chiqmoqda edi. Asad 7 yillik saqchi hayotida talay xatarlarga tavakkul qilib, jinoyatchilarni tutishga otlangandimi, hozirgidek qo'rqib boqmagan edi. Uning tapancha tutgan qo'llari bilina-bilinmas titirmoqda. Mana, qerishqandek oyoq tevishimi uning ishxonasining oldida to'xtab, jimib qoldi. Asad jiddiylashgandan qo'llari qurib, tukurkini yutishga mador yetmayotdi. U o'zining bir jinoyatchidan emas, qandaqdir bir g'alati qo'rqinish hissiyotidan olqib ketamayotganligini sezib turibdi. Eshik asta chekildi. Asad zuvan chiqarishga petinolmadi. Hozir uning mingsini qo'rqinish egilib olgan bo'lib, u o'zimi eliqi sirliq jinoyatchi tarafidan kontrol qilinib olgandek hissiyotda edi. Eshik yana chekildi. Bu qitim Asad testa ovozini chiqarib, Kim o? dedi qo'lidagi tapanchani eshikka mahkam tanglab. Tashqaridan ovoz kelmadi. Biroq birsining eg'ir tingan ovozi bu jimjitlikda hayotlikning borlig'ini his qildirib turadi. Asad jiddiylashgandan qo'llari titrashga boshladi. Kimsan? U shundoq degach bir qo'li bilan asta eshikni ochdi. Asad tapanchasini eshik sirtiga tangladi. Uning ko'z oldida yeliq ayol qarab turadi. Asad yenik birni tingandan keyin qo'lidagi tapanchasini pastga tushirib, Nima qilyapsiz? Oramamay bu yerim kechada bu yerda sizga nima bor? Boya singlim yana tushimga kirib qoldi. Men uning meni chaqirgan ovozini anglab, uyg'onib ketdim. Qarasam qo'limda bu shoyi turadi. Ayol shundoq degach bir shoyini ilib asta Asadga ko'rsatdi. Asad shoyini ko'rib, rangi o'ngdida kekashlab, Nima? Bu sizda nima ish qiladi? u shartida ayolning qo'lidan shoyini ilib tafsiliy qarashga boshladi. Bu dal u qaysi kuni qotillik yuz bergan naq maydonda tepib olgan shoyining o'zi edi. Asad keyinlik burilibla asqo'g'i ilib qo'ygan chopinni oldi va olmon-talmon yonchuqlarini oqtirishga kirishdi. Asadning yonchuqida yeliqi shoyi yo'q turadi. U gumonliq nazarda ayolga qarab, Siz zodikam. Maqsadingiz nima? Nima ish qilmayman narsam sizda bo'ladi. Rost gapni qiling. dedi qattiq talaffuzda. Ayol nima deyishini bilmay. Bu sizning nima deganingiz? Bu sizningmidi? Men rostilla buning sizning narsangiz ekanligini bilmaydi ekanman. Men tushimdan uyg'onsam, qo'limda bu choy turibdi. Asad uning bichora turqiga qarab nima deyishini bilmay qoldi va o'z o'rniga berib o'ltirg'ash. Yerim kechada ishxonamga nima deb keldingiz? Men shu bu narsani sizni ko'rib boqsin deb akirgan. Esimda qilishcha, ilgari singlim mushundaq bir shoyini doim yendi ep yuradi. Boya uyg'onib bu narsani ko'rib, singlimni bu yerga kelgan o'xshaydi deb o'yladim. Shunga sizga xabar qilib qo'yay dedim. Asadning ko'zlari chakchiyib ketdi. Nima? Boya bu narsani singlimdan dedingizmi? Bu shoyi rostilla singlingizmi? Asad hayajonlangandan o'rnidan turib ketdi. Buning singlimning narsa ekanligini jazmlashtirolmayman. Ilgari u mushundaq shoyini doim yendi ep yuradi. Bu faqat mening farzim xolos. Tong atganda men sizni opirib qo'yay. Siz singlingiz qoldirib ketgan narsalarni menga bering. Buning singlingizni tepishga yordam bo'lishi mumkin.
Rostilla o narsaning yordami bo'ladimi? Ha rostaq chufkan. Siz o shoyini nereden tepib olgan? Buni qotillik naq maydondan topgan. Qarg'anda bu deloning yepuchini singlinizning hayot yoki emasligidan boshlasak bo'lg'adak. Nima? Bu nima deganingiz? Menga tafsili deb bersangiz-chi? Bo'ldi. Vaqtni bir yak beribdi. Sizmi chiqib aram eling. Tong asili uyingizga yo'lga chiqamiz. u ayolmi nima deyishini bilolmay osti qadamlar bilan chiqib ketdi. Asad u chiqib ketgandan keyin shira ustidagi shoyiga qarab xiyol surishga boshladi. Rostilla u ayolning singlisi bu qotillikni sodir qilganmidi? Biroq u ojiz bir ayol tursa, bu ish qandoqmi uning qo'lidan kelsa? Acaba uning biri oq derki bormidi? U nimishqa erlarni o'ltirdi? Yana kelib vositasi o'xshash. Erlarning ostonqi qismini kesib o'tgan. Demak, ayolning erlardan o'chilish niyati aniq. Qarg'anda u Rostilla ojiz aytgandek erlar tarafidan qattiq dafsanda qilingan. Demak, bu deloni sodir qiluvchi ayol jasadlarning bo'yindagi tirnoq izi ayol kishining. Bu shoyimo naq maydonda tepildi. Hozir hamma ishlar oydinlashyotdi. Endi nishon u ayolni tepish. Asad shu xiyollar bilan saharga yaqin qo'liga telefonni elib tajriba ishxonasiga telefon berdi. Voy, Qarshi tarafdan bir erning ovozi anglandi. Ha, men jinoiy ishlar soqchisi Asad. Oldingi delodagi jasadning bo'yindagi tirnoq bilan qonning tashirish doklati chiqdimi? yo'q, tek chiqmadi. Rostimni aytsam, bu tipdagi qon ajoyib g'alati. Tirnoq izimi odamnikiga o'xshamaydi. Eng g'alati yeri shuki, jasadning ostingi qismi tig'liq asbob bilan emas, qo'l bilan yo'lib olingandek turdi. Qotil Rostilla bekli qabiy ham g'alati ekan. Rostilla bu ishda bizmi birar yakun chiqarolmayotimiz. Asad oldingi delo materialidek bu ishdimi bir natija chiqmaydiganligiga sal ishchisi qildi. Biroq uning qallasida yana yangi bir bayqash bor bo'lib, u dal 10 necha yil oldida ishkiri o'lkalarda beajal o'lib ketgan yelix qiz edi. Asad telefonni qo'ydi. Uning ko'ngli bir qismida bo'lib, bu qator delolarga javob tepish Rostilla uning ro'yi dunyosini ma'lum qilmoqda edi. Asad kechida tushiga kirgan qizni asladi. U zodi kim? Qandoqsiga mening tushimga kirdi? Ya'ni kelib men azaldan bundoq tush ko'rib boqmagan. Qarg'anda bu deloni aniqlashni mushu ayolning yutib ketgan singlisidan boshlasam bo'g'adak. U kechidan yaxshi uxlayolmag'achqimi, ko'z jiyaklari qardab, boshlari og'rib turadi. Asad asta ko'zini yumdi. Bir chaqda eshik taraqshib, yordamchi soqchi Asqar kirib kelgandila, Asad uyg'ondi. Voy Asad aka, kechichi mushad uxildingizmi? Shundoq. Qandoq? Bir yangi ahvol bormi? Boshliq, yiliq ayol ketib qopti. Nima? Ketib qopdimi? Qachon? Sen uningga ko'z quloq bo'lmay nima ish qilding? Asad ochig'ida o'rnidan turib ketgan edi. Asqar jiddiylashib, Menmi bilmadimmi? Sarda o'rnimda tursam, u ayol yotoqda yo'q ekan. Eshikdagi postdan so'rsam, sardila yurtga ketatdim deb oldirab ketib qopti-dek. Shunga oldirab yiningizga kirishimdi. Chatoq bo'ldi. Tezroq u ayolni tepishimiz kerak. Bu deloni aniqlashdagi eng muhim omil uning o'lib ketgan singlisi. Meningcha u texi yiroq ketib bo'lamidi. Biz darhol uzun bekatga boraylik. Asad shundoq degach osqushdan chopinni elib kiyishga boshladi. Asqar hayron bo'lib, Bu nima deganingiz? Bu deloning u ayol bilan qanday aloqasi bor? Sen ablah bir ayolg'imi yaxshi qarayolmay, savolni ko'p so'raydi ekansan. Jura, bu ishlarni yo'lda mang'ash sana deb beray. ular idorning ish mashinasi bilan yo'lovchilar poyezd bekatiga yo'l oldi. Asad mashina haydayotgan Asqarga heliqa ayolning hikoyasini tushunishli qilib so'zlab berdi. Ondan Asqarga qarab, Meningcha bu ayol sal gumonliq. Uning maqsadi zodi nimadi? Asqar Asadga mo'ndoqli qarab qo'yib, Qaraganda bu ayol bu yerga biror maqsad bilan kelgan o'xshaydi. Qandoq deysan? Meningcha u ayolning maqsadi bu deloning jarayonini bilib beqishmikin deyman. Sen kalvaning demaydigan gaping yo'q. Uning undaq maqsadi bo'lsa, bizga bu delo to'g'risida yepuchini oshkorlamas bo'g'aydi. Hozir eng muhimi u ayolni tepish. Uning uyda o'lib ketgan singlisining narsa keraklari bor. Balkim shu narsalardan biri yepuchiga erishib qolsak ajab emas. Boshliq, u ayol poyezd bekatida bo'lmisichu? Uni u yerdan topa olamizmi? To'g'ri deysan. Biroq cho'qim bir berib yiqishimiz kerak. ular birdamdila poyezd bekatiga keldi va mashinani chetga to'xtatib, atrofni izlashga kirishdi. Ular poyezd bekatini shuncha izlabmi, u ayolni topolmadi. Boshliq, u ayol bu yer kamiga o'xshaydi. Avtobus bekatiga berib qarab boqamdik ya. U qandoq ayoldi deyman. Bizdan yordam so'rab kelgan turib,
yana shippada g'oyib bo'lgani nemisi? Tasimi bir. Bo'ldi jura, avtobus bekitiga borayli. Ular poyezd bekitidan ayrilib, avtobus bekitiga qarab yo'l oldi. Boshliq, agar u ayol u yerdami bo'lmasa qandaqmi qilamiz? U menga yurtining adresini deb bergan. Faqat bo'lmasa idoradan ruxsat so'rab, ikkimiz quchog'i berib kelamiz. Asqar undamadi. Asad bo'lsa, u ayolning tunugungi ish harakatlarini birma-bir xiyoldan o'tkazmoqda edi. Ular avtobus bekitiga keldi. Afsus, bu yerdami u ayolni topolmay, ilojsiz idoraga qaytishdi. Asad bu deloda ilgirlash bo'lmagan sira ichi siqilmoqda edi. Jasad tekshirish natijasida tuzuk yangi materialga ega bo'lolmadi. Asadning butun isyodi ham umidi eliqa ayolga bog'langan edi. Uning tuyuqsiz yo'qolib ketishi uni sal dargumonga solgan bo'lib, u idoradan ruxsat so'rab quchog'i berishni qaror qildi. U idora rahbarligidan ruxsat so'rab Asqar bilan quchog'i olmoqchi bo'ldi. Ular menish oldida Asad ayoli va bolasi bilan xo'shlashish uchun uyga bordi. Ular at saharda idoraning mashinasi bilan yo'lga chiqmoqchi edi. Asad bu bir necha kun mushu deloni deb uyga qaytmagan bo'lib, o'g'lini ham ayolini seg'inibmi qolgan edi. Asad uyga kelganda ayoli uyda bor bo'lib, bolasining topshiriq ishlashiga yordam qilayotgan edi. Asadning kelganini ko'rib, ular bek xushal bo'lishdi. Ayoli Asadga qarab: Tomoq yedingizmi? Bu bir necha kun sizdan beklansirab qoldim. Asad uyning mehrini his qilayotgandek Safoga yo'linib: Ajab xo'shaqdi. dedi-de ko'zlarini bo'shqini yumdi. Ayoli uning yeniga kelib mo'rsini mushlab: Tomoq yemsiz. Sizga etib beray, dedi. Asad asta ko'zini ochib ayoliga qarab: Bo'ldi. Boya Asqar bilan yegan. Sizga deydigan gapim bor edi. Ha? Nemishdi? Dana? Xizmat ishi bilan quchog'i borman. Balkim 1-2 kunda qaytib kelishim mumkin. Shuni bugun sizga deb qo'yish uchun keldim. Saharda lamoman. Xizmatni deb o'zingizni beklik charchitib qo'yapsiz. Men sal ansirab qoldim. Ansirmang. Men idoramizga Asqar bilan birga boraman. Ansirgidek ish emas. Hozir ishlayotgan deyiloga munosabatli bir ayolni izlab boraman. Tezda qaytib kelaman, ha? Bo'ladi. Amsi diqqat qiling. Turing, baldiroq aramayling. Elyor men yo'q sizni xafa qilmagan-da? Yo'qay, o xeyli royish bola bo'ldi. Siz ansirmang, ha? Gulnisa shundoq degach, o'jirsida o'yin o'ynayotgan Elyorga qarab qo'ydi. Asad o'g'lining yeniga kirib, uni so'yib qo'ygach, uning endi o'yin o'ynamay uxlashini topilib, o'jirsiga kirib yotdi. U harg'onliqdanmi yoki uyning mehrining illiqligidanmi aytavur bir xil shirin sezim ichida tezli uyquga ketdi. Gulnisa yo'ldishining jafoliq ishlayotganligidan ko'ngli yerim holda uning ush bosgan chochlarini silab, qandoq uxlab qolganini tuymadi. Asad sahardala ayoli va o'g'li bilan xo'shlashib, Asqar bilan quchog'iga qarab mangdi. Ularning manzili xeyli uzun edi. Asqar mashina haydagach, tanshug'ishni qo'liga tiqib muzika tankash bir xil ritmda boshlarini langishtatdi. Asad bo'lsa, ko'zlarini yerim yumgancha deloning munosabatlik materiallariga javob tepish uchun xiyol surmoqda edi. Tong ravurus suzilib, quyoshning illiq tapdi Asadning mung bosgan yuzlariga tushgandala, u sal esini jig'di va Asqarga qarab: Hey, biz nega keldik? Asqar qulqiga muzikani bekchin qo'yib olg'achqa, Asadning gapini anglamay, mashinani haydagach, badallari ham boshlarini muzika ritmiga tankash langishmoqda edi. Asad ochig'ida uning qulog'idagi tanshug'ishni tortib elib: Qara buning o'ynab ketganini. Hey, biz o'ynag'il emas, delo bijirgilmoqdik. Sen kim so'rsam o'z xiyolingda usul o'ynab yurapsan? Voy, boshliq. Qarang, yaqinni bo'yan xizmat besimimiz bekla ortib ketdi. Aram bir safarga chiqqanda muzika anglag'ilmi qo'ymasangiz, men yo'lda zerikib qolmamda. Asad uning gapini anglab sal past qo'yga tushdi. U o'zining xizmatini deb hammani qayirib qo'yganligini asta-asta his qilishga boshladi. Men seni anglama demadim. Sal pasrak qo'y. Gap qilsam anglamaydi ekansan. Asad shundoq deb soatiga qarag'ach, dalada qizirib chiqqan shapaqning ajoyib julosidan huzurlanishga boshladi. U xizmat sababidanmi yoki shahardagi egiz binolarning saharning illiq quyoshini to'sib olishidanmi aytavur ajoyib bir xil illiq ham yiqimli tuyg'uda quyoshning daladagi ajoyib mo'jizalik manzarasiga havas bilan qarab qolgan edi. Ko'zlaridagi nurani ushqunmi uning mung bosgan murakkab dunyosiga yangicha hayotiy nurini chashmoqda edi. Asad atrofdagi manzarlardan ko'zini uzmay: Hey, ancha-muncha sirtlarni aylanib qo'yganmi yaxshimi nima? Ko'rdingmi? Tabiatning bu mo'jizasini.
hozir o'zimni xeyli yengillab qolgandek his qilyapman. Rost deysiz boshliq. Men bu idoradan chiqmay bundoq go'zal manzaradan huzurlanmag'ili uzun bo'pti-ku. Qarang, mashinamni taychoqdek zo'q-sho'qi bilan ketyapman mana. dedi chaqchaq aralash. Asad uning gaplariga kulib qo'ydi-da. Sen kalvalingmi tabiatdan huzurlanib, shohirona so'zlaydigan chog'laring bo'ldi ekan, ha? Ular tağdan bağdan paranglashib, tush bo'lay degandek ko'rlidan o'tib, bir noyidagi kichik oshxonada tamoqlarini yeyishib mangdi. Safar yana davomlashdi. Bu qitim mashinani Asad haydagan bo'lib, uning diqqati yana Deloning murakkab joylariga yo'tkilgan bo'lib, heliqa ayolni tezroq tepib, uningdan yetarli pokitga erishishni bekla orzu qilmoqda edi. Asqar bo'lsa, xo'rakni bo'lishiga tortib, g'ammidi yo'q, uyqu daryosining ulug' eqinlarida g'avvos haydamoqda edi. Asad dalining uzun tugumas yo'linishiga qarab besh qaydi. Bu bayovan texchi oxirlashay demaydi. U xeyli uzun mangandan keyin yiroqdan yegona holatda turgan birsining g'uva simasini ko'ygandek bo'ldi. Asad sal hayron bo'lib, Bu dalada qandoqmi yegona odam bo'ladi? degenicha oldidagi nishonga qarab mashinani tez suratda haydadi. Biroq har qancha chiqibmi nishonga yetolmaydi. Yana bir xil holatda heliqi sima yiroqdan unga qarab turmoqda edi. Bu xiyoliy tuyg'unmidi ya?